Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi samolyot laqabli avtobuslarimiz Passatga qo'yildi. Yo'lovchilar esa asta-sekinlik bilan kelmoqda. Moskvada yana havolar isi bormoqda. Bemalol o'z joylarini band qilishlari mumkin. Avtobuslar ideal holatda, statsionar, go'zal ko'rishlari mumkin. Bir qator so'rab qo'yamiz. Aka, avtobus yoqdimi, ma'qulmi? Zo'r. Tavsiya qilsa bo'ladimi? Gap yo'q, ha. Mana akamiz komfortligidan maza qilib uxlab yotibdi. Avtobuslar go'zal. Nima deysizlar aka? Yaxshimi avtobus? Komfortmi? Nima deysiz? Yaxshimi? Aka, cho'tkimi? Mana yo'lovchilar hammasi oyoq kiyimlarini yechib chiqiladi ushbu avtobuslarda. Ko'rishlari mumkin. Avtobuslarimiz kak samolyot. Samolyot. Tasir akamizdan turib. Tasir aka nima deysiz? Assalomu alaykum. Avtobuslarimiz o'zingizlar ko'rib turganingizdek o'ta chiroyli, cho'tka avtobuslarimiz ideal. Avtobusning husniga siz mana husn qo'shmayapsiz, Tasir aka, sochingiz yo'qligi uchun. Endi bu soch nima ham qilib berardi aka? Nima deysiz yo'lovchilarga aka? Yo'lovchilarga endi akalarimiz mana kelishsin, maza qilib shunaqangi avtobuslarimizni maroqli damlarda olib ketishsa, uyga manziliga yetish oson.